42.900 dollarga 2 xonali remontlari bilan tayyor holatda kirib yashaydigan xonadon ko'rsataman. Akalar, lokatsiyasi ham vobshe zo'r joyda joylashgan. Metrogacha peshkom 800 metr yetib olsanglar bo'ladi. Toshkent shahar Sergeli Yangi hayot tumaniga kelganmiz. Akalar, 6 qavatli novostroykani faqat 6-qavatida joylashgan. Mansarda qismi bo'ladi. Mansarda deganda ham atak polnotsenniy etaj hisoblanadi. Qaranglar, bu asosiy eshikdan kirib kelganda ko'rasizlar, uzun koridor. Marhamat, shundoq kirasizlar, yashaysizlar, xohlasanglar ijaraga qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Oyiga bemalol 400 dollar daromad olib kelib turadi. Bu yoq tarafimizda samishonli holatda sanuzlimiz bo'ladi. Bu yoq tarafimizda akalar bu oshxonasi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, oshxona jihozlari, gaz plitalari, duxotornikator, sterilizator to'qilchadigan va xolodilnik ham qoladi. Mana mansarda qismi bu domimizdan ham fasadi xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Akalar, shundoq tayyor holatda kirib yashasanglar bo'ladi. Bu yoq tarafimizda родительский spalni bo'ladi. Xonalar razmeri yomon emas, tashqariga qaragan derazasi bor. Endi mehmonxonani qaranglar. Ko'rasizlar, kattaligini. Bunaqasiga 6 metr ekan, eniga akalar 5 metr bo'lyapti. Bu mana shu xonani o'zi 2 xona qilib olsanglar bo'ladi. O'rtadan bitta перегородка berib olsanglar, faqat ensizroq uzun-uzun ikkita xonaga ajratib, mana bu eshik ochib olsanglar bo'ladi. O'shanda 2 xonani 3 xona bemalol qilsanglar bo'ladi. Kadastr hujjatlari bo'yicha akalar 57 kvadrat metr kadastr hujjatlaridan muammo yo'q. Narxi 42.900 dollarga baraka qilishingiz mumkin. Shunda 3-metro bekatigacha 800 metr peshkom chiqsanglar bo'ladi. Aniq yana bitta lokatsiyani berib o'taman. Green House novostroykasining yonida joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldiraman, telefon qo'rasizlar.